Shahar ichida yurishga juda ham udobniy va eng asosiysi ekonomik hisoblangan avtomobil. Toyota Avalon Limited avtomobilini sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Okam, mashinamiz ideal bo'lib turibdi. O'z uchun tekshirib olaverasiz. 2022-yil ishlab chiqarilgan va shu kungacha bor yo'g'i 16000 km masofa bosib o'tgan. 3,5 litr 300 dan oshiq ot kuchi bilan jihozlangan. Egalari yangicha yumshoq balonlar taqib qo'yishibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Chetda o'zida videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Menga shunaqa zo'r markalarni qo'ldan chiqarib olasiz. Aytgancha bizani Telegram sahifamiz ham bor. Srochno o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib shunaqa markalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobilimiz полностью круговой тонировка, dash spuzon, beshjoy dostуп. Afishkalarga bitta ahamiyati qo'yasizda dizayniga gap bo'lishi mumkin emas. Multimedial rul, head-up display, беспроводная зарядка, JBL akustika look. Sizni komfortingiz uchun bu avtomobilda hamma navorlari mavjud. Orqalarini ham bitta ko'rsangiz bo'ladi, juda ham kengini ishlab qo'yishgan old-orqa klimat kontrol. Bu yerda ham Avalon yozuvlarini ko'rsangiz bo'ladi. Gap yo'q, bu avtomobilni olasiz, расход nimaligini esingizdan chiqarasiz, komfort nimaligini sevib qolasiz. Avtomobilimizning narxi keladigan bo'lsa 52500 so'mimiz. Ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib, baraka qilib yuborsangiz bo'laveradi.